Ko'rib turibsizlar. Privoznoylarni o'zimizni yerlarga moslashtirib ekib bo'lishgan. Hammasi mana shu yerlarga ekilgan. Oladigan odamga shu tanlaganingizni kovlab, narxini kelishsa kovlab berishadi. Hozir faqat oddiy ishchilar bor ekan, sotuv bo'limidagilar yo'q ekan. Ko'rishinglar mumkin. Judayam go'zal. Bu ham archani turidan tomchilatib sug'oriladigan joylar, nimalarnidir ko'chatlari. Mana shu archa ham ajoyib chiroyli ko'rinar ekan. Ko'chatlari mana. Голубой yel. Meni eng sevimli archalarimdan. Juda ham chiroyli. To'g'ri, bulardan qalamcha qilib, ko'chat qilib ekib qo'yganman. Xudo xolasa, ildiz otsa uni alohida qilib ekaman. Bular bizga moslashgan deb aytdi. Mana tashqarida turibdi qishichi ham. Bular o'zi mana bunaqa och rangda bo'lar ekan, juda chiroyli. Lekin juda ham och yashil bo'lar ekan. Qishda sovuqda shunaqa rangga kirar ekan. Menimcha buni Turkiyaniki deb aytish shekilli. Judayam ko'p. Bemalol aylanib, ko'rib tomosha qilishinglar mumkin. Ko'rib turibsizlar. Har xil archalar bor. Ranglari ham har xil tovlanib turibdi. Shakl berilgan archalar mana juda chiroyli qilib pompon qilib kesilgan archalar. Boshdan oxirigacha ko'rsataman desam tugamaydi. 1 soatda ham aylanib chiqib bo'lmayman. Shuning uchun bitta yo'lakdagilarni ko'rsatyapman. Juda ham katta joyga ekilgan. Bu yerda mushmulla ko'chatlari ham bor ekan. Yarim metrdan oshiq 60-70 santimetrgacha bo'lganlarni tayyor yerdan kavlab berishar ekan. Ular 200 ming so'm deb aytdi. Bu yerda emas, hozir ular boshqa joyda. Bugun archalar ko'rsatishim mumkin. Juda ham go'zal. Qiziqtirsa aytsanglar kommentariyada, albatta bularga yana bitta ana shu sotuv bo'limidagilar bilan kelib har bitta archalar, butalar, ekiladigan shamshotlar haqida, o'sha mushmulla daraxtlari qanchasi necha puldan, hammasini narxlari bilan ko'rsatib beraman. Hozircha menga shunday tabiatda tomosha qilib aylanish yoqyapti. Shuni aylangani keldim mana. Ko'rib turibsizlar. Juda ham katta joyga ekilgan. Ko'ringlar mana. Juda ham chiroyli. Yana mana archa ko'chatlarini tayyor qilib ekib ham qo'ygan. Ko'chatchalari. Oddiy shoxidan sindirib mana salafan qopchalarga ekib qo'yilgan. Qachon ekilgan, qanday ekilganligi to'g'risida ma'lumotim yo'q. Bemalol aylanib ko'rib turinglar. Hozir sotuv bo'limidagi qiz yo'q dedi, shuning uchun aylanib ko'rib turibmiz. Narxlardan bexabarman. Mana ro'paradan kirorish joyini ham juda chiroyli qilib qo'ygan. Archalari hatto shamolda ag'darilib ham ketibdi. Mana bunday holatda go'zallashtirib qo'ygan. Ko'ringlar mana. Yana alohida syomkalar ham qilaman. Juda ham chiroyli. Bu yerda asosan o'zlari yetishtirar ekan, klaster ekan. Nomlarini ko'chaga chiqqan mahalda mana dam olish joylari ham qilyapti. Bu yerga menimcha yozda kafelar ham ochadi.
tepalarda mana yashil setkalar ham qoplangan. Mana ko'rishinglar mumkin. Gullardi, archalardi. Hammasi archa ko'chatlari shular. Shu tomonlarda. Kimga kerak bo'lsa, manzilini, telefon nomerlarini tashlab berishim mumkin. Faqat sug'orish uchun sharoit mana. Mayda ko'chatlar o'zlari ekib yetishtirgan ko'chatlar. Mana juda ham yaxshi sharoit qilingan. Ustini yozda o'ta issiqda o'sha yashil setka bilan yopilish haqida aytib o'tishdi. Ko'chatlarini kattaroqlari, bularning narxlari qimmatroq, kichikroqlari arzonroq. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli. Juda katta joyda. Xohlagan razmeringizdagisi bor. Kattalari ham bor, kichikroqlari ham bor. Ko'ringlar mana. Katta, kichik har xili bor. Chetdan kelganlari bor. O'zimizda archalarimiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Ular narxlarini bilmayman. Men sotmaganim uchun faqat sizlarga mazza qilsin deb ko'rsatib o'tyapman. Mana archalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu sotuvga tayyor qilingani, zakaz berganlarga mana shu yerda o'zidan kavlab, ma'lum kun ushlab turishadi-da, keyin aytgan joyiga jo'natishadi. Ya'ni ishonch hosil bo'lgandan keyin jo'natishadi. Bugun ertalab juda ko'p yomg'ir yoqqanligi sababdan biz obeddan nari kelyapmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Parnilarning ichidagilarda keyingi safar ko'rsataman. Juda ham ko'p. Cho'zilib ketadi syomkam. Ko'ringlar. Agar qiziq bo'lsa, ochilib turgan atirgulga o'xshaydi barglari. Yuqorisi qizil, pasti yashil. Bularni ham nomlarini aytgandi. Yodimdan ko'tarildi. Keyingi safar har bittasini nomi bilan muhrlaymiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Pastlarda ham ekilgan sotuvdagi ko'chatlar bor. Sharxonsoy bo'yida bular. Sharxonsoyda bu tomonlarda dam olish zonalari bor, yuqoriroqlarda. Shuning yonida, Sharxonsoyning yonida ham dam olib yozda, ham mana shulardan savdo qilib olib ketsanglar bo'ladi. Bular keng juda ko'p gullari tajriba uchun qo'yilganlari ham bor ekan. Ana Sharxonsoyda bo'yrog'iga ekilgan mushmullalar turibdi. Ko'chatlari, ular ham sotiladi dedi. Uning uchun tushmadim. Mayli, o'sha tomonga ham shu bir qator ko'rsatib qo'yay. Ko'rishinglar mumkin. Ichkarida ham juda ko'p ko'chatlar bor. Ularda alohida ko'rsatishim mumkin. Palmalar bor. Palmalarda ichkarida, parnilarda turibdi. Archalar lekin hammasi tashqarida. Mana. Bular mushmulla ko'chatlari. Eng chetda oralariga shamshotlar ham ekilgan. Biroz qarovsizdek tuyuldi mushmullalarga. Nimagaki eng arzonroqlari shu mushmullalar ekan bu yerda. Ko'chatlik uchun bo'lishi mumkin. Mana bu shamshot turlaridan shekilli. Juda go'zal ko'rinar ekan. Archalar bu yerda ancha qimmat. Mana mushmulla ko'chatlari.
Shularda 200 mingdan beraman dedi. Arziydimi yo'qmi bilmayman. Sizlar nima deysizlar? Bundan ko'ra yana shoxidan tomir o'tkazganim yaxshimi? Shu haqida ham aytib o'tinglar. Hammasi ko'chat. Mana shu archa menga juda ham yoqdi. Mana qishda sovda shunaqa rangga aylanib qolar ekan. Boshqa paytda yashil bo'lsa ham, qishda sovuq paytda sarg'ayib qolar ekan. Mayli. Mana yana bitta bunaqa teplitsadan juda ham ko'p ekan. Mana shu birinchi teplitsasida ko'rsatgan mana bu gullar menga juda yoqdi. Bu yerda asosan ishchilar ishlaydigan teplitsasi ekan. Palmalar bilan birga hozir ko'rsataman sizlarga. Shakl berilgan mana gullar. Shakl berilgan ko'chatlar. Mana shamshotlar 100 mingdan ekan shu kichkinagina shamshot. 100 ming so'm ekan. Mana bular 5 dollar, 3 dollardan dedi. Archa turlaridan. Mana shu yoqdi. Mana shu qishda shunday go'zal bo'lib turar ekan. Juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Hamma yo'q. Barglar qurib bo'lganda bular barglarini to'kmay, mevalari mana shu ko'rinishda bo'lib turar ekan. Buni mevalaridan eksa yana o'zdek chiqar ekan. Buni tajriba uchun olib keldik. Havomizga moslashadimi yo'qmi tekshiryapmiz dedi. Qanday gul nomlari bilmayman. Bunday ko'chatlarimiz ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Uzoqdan ham chiroyli ko'rinadi. Mana bu yerda ishchilar ko'chatlar qilishar ekan mana. Asosan biogomslar ko'rishinglar mumkin. Mana bunday daraxtlar tayyor tuyaklari bilan shu yerda ishlashar ekan. Mana bunday qiziqarli qilib o'tiradigan joy qilib qo'yibdi. Bu ham bitta kreativ g'oyalar. Toshlarni olib kelib mana dam olib o'tirish uchun joy tayyorlab qo'yishgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana juda chiroyli. Agar bahorda kelsanglar, bu yerlar jannat singari go'zallashib ketadi. Rosa ham yozda salqin joylar qidirganinglarda mana shunday go'zal joylarga kelib dam olishinglar. Shulardan xarid qilishinglar. Bularning go'zalligidan bahra olishinglar mumkin. Umid qilaman bu ko'rsatganlarim hammalarga yoqdi deb o'ylayman. Juda chiroyli. Qishki kunda xuddi ustida atir gullar ochilib turgandek. Past tomoni yashil, usti qip-qizil, xuddi ochilgan gullar deb bo'lib turibdi. Shu bilan hozircha xayrlashaman.